nafaqat san'atkorlar, balki boshqa soha vakillarini ham shakllantirishda ustozlarning o'rni juda ham beqiyos bo'ladi. Keling, shuncha kelgan muxlislaringiz ko'z o'nglarida siz bilan bir ho'plam choy sizda qilsak, ustozlaringiz haqida. Akmaljon, tomoshabinlarning oldida mana tomog'im nima qilib qoldi? Choy eslatdingizda. Bir pila choy ustini. Akmaljon radioda boradi, lekin choy ko'rmaysizlar, to'g'rimi? O'shuning uchun hozir ham choy yo'q. Ustozlarimizga kelsak, bizni shu boshlang'ich davrimizdagi, shu yoshligimizda shu san'at sohasiga kirib kelishimizda o'zimni otam boshchiligida shu ularni bizni oilamiz san'atkorlar oilasi, otamizni ijro etgan qo'shiqlarini maza qilib, tomosha qilib, tinglab o'tirardik. Shular orqasidan ergashib qo'shiqchilikka qo'l urdik. Undan so'ng mana marhum O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhriddin Xoliqov, rahmatli, shu inson joylari jannatda bo'lsin. Rahmat. Shularning orqasidan birga ijod qilib, ular bilan birga ijod qilib, ko'p narsalarni o'rgandik. Nima deymiz endi? Hozir joylari jannatda bo'lsin. Men ulardan juda ham minnatdorman. Azizlar, ijodkorni nafaqat qo'shiqlardagi so'zlarning ma'nosi, balki nafasdan ham ma'lumki, ustozni o'gitlarini olgan, ustozni etaklaridan mahkam ushlagan. Muhriddin Xoliqov qo'shiqlaridan ijro etadi. Abdulla Ubaydullayev, qarsak